Xos ko'rsatadigan uyim Yunusobod tumanida, Yunusobod orientir Yunusobod GAIda joylashgan bo'ladi. Qaranglar, saylachi fasadi buru old sotudan iborat bo'ladi. Uyimiz fasadini ko'ryapsizmi? Narxini oxirida aytaman, narxini eshitib mundoq fikr qilasizlar-da, voy bosib yuborish kerak bu uyga deb qo'yasizlar. Uyimiz ko'ryapsizmi? Fasadlari bilan chiroyli qilib qo'yilgan va bitta mashina qo'yish uchun joy tashlab ketishgan. Uyimiz ko'ryapsizmi? Juda ham aniq bor. Vida bori, eng qizig'i shaharda joylashgan bu uyimiz. Shaharga bir qadam, shuna o'zi shahar Yunusobod tumani bilasizlar, u shaharda joylashgan uyimiz bo'ladi. Shuna kirganinglarda bizda o'ng tomonimizda bitta zal qismi bo'ladi. Mehmonlarni kutib oladigan zonasi, ko'ryapsizmi? Alohida mehmonlarni kutib oladigan zonasi va bu yerda uyimizda ikkinchi qavatga chiqib ketadigan zonasi qilib qo'yilgan. Tepada ko'ryapsiz, tepada ham spaniyalar qildirib ketilgan va bu yerda oshxonasi qilib qo'yishgan. Oshxonasi, bu yerda oshxona mebellarini qo'yib olsanglar, haqiqatda zo'r qilib turibdi. Bu yerda endi havo aylanib turish uchun joy qilib qo'yishgan. Ko'ryapsizmi? Va bu yerda birinchi qavatda uyning bu yerda ham ko'rsatib boramiz. Bu ko'ryapsizmi? Bu yerda endi birinchi qavatda ota-onalar uchun yotoqxona qilib qo'yishgan. Duo bo'ylar uchun eng zo'r yechimlardan biri va bu yerda birinchi qavat. Shuni zan tagida bitta sanuzol qilib qo'ygan. Endi tepa ikkinchi qavatini ko'rsatib o'tamiz. Buni chiqqaninglarda biz chap tomonimizda ota-onalar uchun yotoqxona qilingan. Bu yerda o'zini sanuzollar qilib ketilgan va bu tomonimizda detskiy spalniya qilingan. Hozirgi kattaroq xonasini ko'rsatib o'tamiz. Bu yerda xohlasanglar o'zingiz uchun bu yokida xona qilib qo'ysanglar bo'ladi, yokida spalniya katta farzandingizga spalniya qilib qo'ysanglar bo'ladi. Dizaynlarini ko'ryapsiz, bosh ochiq qilingan. Narxiga keladigan bo'lsa, narxi $164,900 sizlarga qilib berilyapti. Uz xonadon nomidan keldim desanglar, haqiqatda zo'r narx qilib berishadi. Past telefon nomerni qoldirganman, bemalol aloqaga chiqib, o'zingizlarning ko'zinglar bilan ko'rib xarid qilsanglar bo'ladi. Rahmat.